rosa berib turibdi mana tizangizga. Murojaat qilamiz aka, sudga beramiz. O'zim chiqargan qonunimni bilmayman men. Elmir akani gapi bilan men chiqmayman. Menga tepada O'zbekistonda o'zini xodimlari bor, qonun chiqaradi. Yaxshi bitta advokat topdim. Inshaalloh bugun ariza yozib beradi. Joriy yilning 26-aprel kuni Surxondaryo viloyatidagi Darband muntazam yo'l patrul xizmati maskanida Cobalt rusumli transport vositasi haydovchisi avtomashinasiga o'rnatilgan nostandart chiroq uchun yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan ko'rilgan choradan norozi bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarga turli xil murojaatlar joyladi. Bu esa jamoatchilikni ham qiziqtirib, hamma o'z bilganicha izohlar qoldirdi. Haydovchi o'zining huquqbuzarligiga shubha qilib, qonuniy ko'rib chiqishlik uchun sudiga shikoyat bilan murojaat qilgan. Bugun shu ish jinoyat ishlari bo'yicha Boysun tuman sudida ko'rib chiqildi. Adolatli hal qilishingizni iltimos qilaman. Sud vazifasi shundan. Kim bo'lishini xohlaydi, adolatli qaror chiqarish birinchi vazifasi. Sud majlisida tomonlar so'roq qilindi, guvohlar va mutaxassislar ko'rsatmalari tinglandi. Ishga oid ashyoviy dalillar va hujjatlar ko'zdan kechirildi. Reglamentni ko'rsak, mana shu 63-bandida bo'lishi kerak. Transport vositasini yoritish asboblarining to'g'irlash tartibi belgilangan. Agar transport vositasi konstruksiyasida belgilangan yorug'lik manbasini boshqa turdagi yorug'lik manbasiga gaz zaryadi yoki lidga o'zgartirish zarur bo'lsa degan texnik reglamentda yozilgan. Bunday almashtirish faqat almashtirilayotgan yorug'lik manbasiga mos optik modul bilan birga qo'llanadi. Y7H4 rasmiy standart emas. 6000 dan 12000 yuligacha, 5000 dan 6500 kelvingacha. Unga ko'ra, haydovchi tomonidan Cobalt rusumli transport vositasiga o'rnatilgan yoritish chiroqlari amaldagi yo'l harakati qoidalariga zid bo'lib, avtotransport vositalari konstruksiyasining foydalanish shartlari bo'yicha xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglament talabiga javob bermasligi. Bu turdagi chiroqlar yo'llarda boshqa harakat ishtirokchilariga noqulaylik va xavf tug'dirishi o'z tasdig'ini topdi. Sudning qaroriga ko'ra, Soliq qaror o'zgarishsiz haydovchi shikoyatlari qanoatlantirilmasdan qoldirilsin. Qarorga norozi taraflar qaror e'lon qilingan kundan boshlab 10 sutka huquqbuzar va qaror nusxasini olgan kundan boshlab shu muddat ichida jinoyat ishlari bo'yicha Boysun tuman sudi orqali Surxondaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya sudi hay'atiga apellyatsiya tartibida shikoyat va kooperativ keltirish tartibi. Hurmatli haydovchilar, qoidalar va texnik talablar yo'llarda insonlar xavfsizligi va ularning mol-mulkini himoya qilish uchun xizmat qiladi. Har qanday tasdiqlanmagan noto'g'ri ma'lumotlarga ishonib, xulosa qilishga shoshilmang. Zero har bir harakat uchun qonunchilikda belgilangan me'yorlar mavjud.